Bolalarni namozga o'rgatish uchun eng ma'qul yosh menimcha bu 7-8 yoshdir. Bu borada qattiqqo'l bo'lmasligimiz lozim. Farzandlarimdan biri namozini vaqtida o'qisa, birovi erinchoqlik qiladi. Masalan, biz namoz o'qiyapmiz, lekin farzandlarimning ayrimlari Lego o'yinchoqlarini o'ynashda davom etyapti. Garchi namoz o'qishni boshlab bo'lganimni ko'rib tursa ham. Ilgari bunday vaziyatda men, "Hoy, bu yoqqa kelchi, namozingni o'qimading-ku, qayerda eding?" deb baqirardim. Toki ayolim menga, "Nimaga bunday qilasiz? Bolalarga baqirmang" demagunicha. Hozir esa men farzandlarim bilan birgalikda o'yinchoqlarni o'ynayman va keyingi gal men bilan namoz o'qiy olasizlarmi? Namoz payti yonimda emasligingizdan xafa bo'lyapman. Agar yonimda bo'lsangiz xursand bo'lardim deb aytaman. Albatta otajon, keyingi gal siz bilan namoz o'qiyman deydi. Va namoz payti farzandim, "Otajon, endi siz bilanman" degan xitob bilan yonimga keladi. Men esa xursand bo'lib, "Qanday yaxshi, kel, birgalikda namoz o'qiymiz" deb aytaman. Hamma narsani muhabbat bilan bajarmoq lozim. Bolalar bilan muloqot qilayotganda sabrli bo'lmog'imiz kerak. "Hey bolalar, qayerdasiz? Namoz vaqti bo'ldi" deb qichqiraverishga hojat yo'q. Ular bunday muomaladan so'ng namoz vaqtini eslatishimiz bilan divan ortiga yashirinib oladilar. Ular aslida nima uchun namoz o'qishlari kerakligini ham tushunishmaydi. Buni otam uchun qilyapman deb o'ylashadi. Bunday yo'l tutish yaramaydi. Ularga nisbatan mehr, rag'bat va izchillik bilan muomala qilishga urinib ko'ring. Ba'zan ular namoz o'qimasa, ba'zan erinchoqlik qilsa yoki kayfiyati bo'lmasa, bu oddiy holatdir. Inshaalloh siz vaqti bilan ularda namozga muhabbat uyg'ota olasiz. Namoz bizni Robbimizga yaqinlashtiruvchidir. Namoz Allohning amri. Shu bilan birga muhabbatimiz belgisi hamdir. Men Allohdan farzandlarimizga nisbatan sabrli bo'la olishimizni so'rayman. Biz ulardan mukammallikni kutmasligimiz lozim. Axir biz o'zimiz ham mukammal emasmiz-ku.